7 yil ilgari Malayziya xalqaro aeroportidan uchgan Malayziya Aviasiya shirkatining aeroplani asli plan bo'yicha Beyjingga qo'nmoqchi edi. Kishini afsuslantirgani shuki, bu aeroplan o'ylamagan yerdan yarim yo'lda aloqasi uzilib qolgan. Bu aeroplanga o'ltirgan qarindoshlar endi qaytib kelmaydi. Bu kutilmagan ofat nurg'un go'zal oilani par-par qilyapti. Biz hayotimizning nima uchun bunday ojiz bo'lishiga osinish bilan birga bu hodisaga uchirgan aeroplanga o'ltirgan yo'lovchilarmi nima uchun parashyutni sakrashni tanlamaydi deb o'ylashimiz mumkin. Bugungi mazmun sal ko'p. Mazmunni boshlashdan burun bu mazmunni texnik ko'p odam ko'ra olishi uchun yulduz belgisini besib qo'ying. Sinchaq salonni qo'shib olmagan do'stlarning qo'shib olishini umid qilamiz. Kundalik qatnash qurollari ichida aeroplan ko'p qism kishilar oldin tanlaydigan eng yaxshi safarga chiqish usuli bo'lib qoldi. Aeroplanga o'ltirganda nurg'un qimmatli vaqtni tejab qolg'ili bo'lib qolmasdan yana eng bexatar bo'ladi. Boshqa qatnash hodisalariga solishtirganda aeroplanning hodisiga uchrash nisbati intayin tuvan. Biroq Aviasiya shirkatiga nisbatan aytganda aeroplan hodisiga uchrasa to'lam to'lashga rozi bo'ladi-ki, ammo yo'lovchilarning parashyut bilan sakrashni tanlashni xohlamaydi. Bu zodi nima uchun? Birinchi, aeroplanning egizligi parashyut bilan sakrash egizligidan eshib kelsa, xatar koeffitsiyenti shuncha yuqori bo'ladi. Aeroplan uchish jarayonida uning egizligi intayin egiz bo'ladi. Odatdagi holda 8000 metrdan 12000 metrgacha bo'ladi. Ammo insonlarning normal parashyut bilan sakrash egizligi 3000 metrdan eshib ketmasligi kerak. 3000 metrdan eshib ketsa, xatar koeffitsiyentining intayin yuqoriligiga vakillik qiladi. Hozirga qadar insonlarning parashyut bilan sakrash egizligidan bo'sib o'tib, Guinness dunyo rekordiga erishgan kishining ismi Alan Eustace bo'lib, ayni chog'da 57 yoshli Alan Eustace 40000 metr egizlikdan parashyut bilan sakrash rekordini yaratgan. Ammo uning badanidagi uskunlarning puchish bahasi olam uchquvchilari Oysharga chiqqanda kiygan olam uchquvchilari kiyimidan qilishmaydi. Lekin odatdagi yo'lovchilar kasbiy zotlar bilan baslasholmaydi. Bexatarlik tadbirlari kafolatga ega bo'lmagan. Kasbiy xodimlarmi yetakchilik qilmagan ahvolda 10000 metr egizlikdan parashyut bilan sakrashni tanlash o'lishni tanlaganlik bilan barobar. Ikkinchi, yuqori havo bo'shlig'ida parashyut bilan sakrash muhiti nachar bo'lib, jonni qutuldirish emas, balki jonni selib berishi mumkin. Yuqori havo bo'shlig'ida kishilar o'ngishliq nafaslanolmaydi. Chunki belgilik egizlikda oksigen shalan bo'lg'achqa kishilar nafaslanolmaydi. Uning ustiga havo bo'shlig'i qancha egiz bo'lsa, temperatura shuncha to'van bo'lib, bunday ahvolda parashyut bilan sakrashni tanlaganda to'nlab o'lib qolmasa-mu oksigen yetishmaganlikdan hushidan ketadi. Aeroplan 10000 metr egizlikda uchganda aeroplan bilmasidagi besim sep bilan o'xshash bo'lmaydi. Aeroplan bilmasida faqat uzluksiz besim qo'shish orqali ondan yo'lovchilarga rahat his qildirg'ili bo'ladi. Agar aeroplan eshikni ichib parashyut bilan sakrashni tanlasa, havodagi havo besimi to'valab, havo besimi to'van muhitda odam badanidagi qon qaynab ko'pik hosil qiladi. Navoda odam badanida bu xil ko'pik paydo bo'lib qolsa, qonning g'o'l tomiriga kelishiga to'sqinlik qiladi. Bu xil ahvol ostida o'pka yerlab, boshqa ish nafas qiyilish qatorliq nachar ta'sirlar paydo bo'lib, hayotga tahdid soladi. Odamning hayoti xavfga uchrasa, parashyut bilan bexatar sakrashdan so'z ochqili bo'lmaydi. 10000 metr egizlikda agar aeroplan bilmaslicha parashyut bilan sakrash tanlash elib berilsa, bu jonni elib qochqanlik bo'lmay, balki jonni selib berganlik bo'ladi. Bundan boshqa ilgirki tarixiy aeroplan hodisalariga qaraganda, aeroplan alohida ahvolga duch kelib, tuyuqsiz qarshilik ko'rilganda, aeroplan boshlig'i va boshqa xizmatchi xodimlar oldi bilan aeroplanda qarshilik ko'rish masalasini qanday hal qilish, aeroplanni qanday muqimlashtirish ustida boshqa turadi. Yo'lovchilarga parashyut qatorliq aslahalarni qanday ishlatishni o'rgatishga ko'p vaqt chiqarolmaydi. 3. Qo'nish nishonining muhiti noma'lum. Hayot qilish nihoyat tez. Shuni bilish kerakki, normal parashyut bilan sakrashdan burun ko'pchilikning hammasi qo'ndigan joyni to'g'ri planlab, parashyut bilan sakrash jarayonida ko'rish bo'lag'ini yaxshi tanlab, bexatar to'g'ri holda manziliga yetib boradi. Tunji qatim parashyut bilan sakragan yo'lovchilarga nisbatan parashyutning yo'nalishini tangsholmaydi. Tushish o'rni to'g'ri bo'lmaydi. Yuqori besimli to'p besimga esilib qilish ehtimolligi nihoyat yaqin. Yoki ko'z yetkisiz ibtidoiy o'rmonlikqa tushib ketishi mumkin. Va yoki tik yerga tushib, hukm talqon bo'lib ketishi, hatto dengiz ostiga cho'nqur cho'kib, lahangning urug'iga aylanib qolishi mumkin. Shunga bo'shliqdan qarg'ularcha parashyut bilan sakraganda GPS to'g'ri o'rin belgilash sistemasi bo'lmasa, hayot qilishi nihoyat tez. 4. Yo'lovchilarning psixik saposi va parashyut bilan sakrash saviyasi cheklik bo'ladi. Parashyut bilan sakrash jarayoni qarmoqqa nihoyat oddiydek bo'lib, sakrashla bo'ldiganda qiladi. Amaliyotda butkul jarayonda intayin murakkab kasbiy mashq qilib berishga to'g'ri keladi. Tunji qatam parashyut bilan sakragan yo'lovchilarga nisbatan ularda qattiq sinoqlarga bardoshlik bera oladigan psixik saposi yo'q. Parashyut bilan sakrash saviyasi cheklik. Bo'libmi yuqori qon bosimi, yurak kasali qatorliq bu xil osti xarakterlik asosiy kasallik giribtor bo'lgan yo'lovchilar Navoda aeroplan hodisasiga uchrasa, ko'p hollarda badanda binormal inkas paydo bo'lib, sog'lom odam bo'lgan taqdirda kallasi qop-quruq ham aloqazat bo'lib ketadi. Parashyut paydo bo'lgan hamon ko'pchilik bunday qalaymqan ahvolda qanday ishlatishni bilmaydi. Parashyut bilan sakrash jarayoni kinodagidek undoq oddiy emas. Parashyutni asla yerga o'ngishli qo'na oladigan ish yo'q. Amaliyotda kasbiy mashqdan o'tmagan odamning parashyutni osonlikcha ocha olishi nihoyat tez. Eng oxirida faqat go'sht qatlamasiga aylanib qolgan gap. 5. Hozirgi zamon aeroplanlarda kutilmagan hodisa yuz berish ehtimolligi barliq qatnash hodisalarining yuz berish ehtimolligini elib aytganda, aeroplanga o'ltirish eng bexatar hisoblanadi. Avtomobilni misol qilsak, mamlakat bo'yicha har yil yuz bergan avtomobil hodisasining o'lish nisbati eng yuqori. Davlat ichida yuz bergan aeroplan hodisasining nisbati intayin to'van. Bo'libmi hozirgi zamon aeroplanlarning butun yurish sistemasi nihoyat ilg'or bo'lib, odam aralashmagan taqdirda bu xil avtomatik sistemaning kafolati ostida aeroplanlarda suratni yo'qotish ahvoli ko'rilmaydi. Ham shundaqla yipi uzilib ketgan laylakdek bevosita tushib ketmaydi. Bu xil kuchli sistema hamisha sun'iy mashg'ulotda yuqori bo'lib, uchuvchini qisqa vaqt ichida tez suratda bartaraf qilish imkoniyatiga ega qiladi. Har bir aeroplan uchishdan burun har xil tekshirish va remont qilishga muhtoj bo'ladi. Nachar havo rayog'iga duch kelganda uchishdan to'xtaydi. Tajribasi mo'l aeroplan
boshlig'iga nisbatan aytganda, yo'lovchilarni nishonga bexatar yetkazishmi nihoyat oson. 2018-yili Chongchongdan Lasaga qarab chiqqan Sichuan Aviasiya shirkatining 8633 tipli aeroplanni uchish jarayonida haydash bo'limchisining shamol to'sish ayniga tuyuqsiz yerilib ketdi. Hayot-mamotlik daqiqalarda aerodrom darhol inkos qaytarish qarorini chiqardi. Aeroplan bo'limchisining ayniki yelib ketib, ichki tashqi besim payqi yordamchi uchquni usti tarafini derizini sumirib chiqib ketdi. Uchish besimi ostida aeroplan boshlig'i qattiq sinoqlarga barash beradigan amaliy kuchi va mo'l tajribasiga tayanib, aeroplanni Chengduga o'ngishli qo'ndirdi. Parashyut bilan sakramaydigan kishilarga nisbatan aytganda, parashyut bilan sakrashning qanchalik yuqori tannarxda ekanligini bilmaydi. Bir qatam parashyut bilan sakrash uchun necha million tannarx ketadi. Оның ustiga parashyutning puti yurishlik uskunalarining tannarxi intayin yuqori. Ig'irligi 20 jing atrofida. Agar aeroplanda har bir yo'lovchiga parashyut saplansa, yana kasbiy xodimlarning ularni tarbiyalashiga to'g'ri keladi. Tannarxi yuqori bo'lib qolmay, uning ustiga aeroplanning ig'irligi oshib ketadi. Umumiy jihatdan aytganda, bir aviasiya shirkatiga nisbatan aytganda necha million to'lam to'lashga rozi bo'ladi ekan, yo'lovchilarning parashyut bilan sakrab hayotlik izlashini tanlamaydi. Qandoqli bo'lmasin, aeroplan alohida kashilaga uchirganda yana hayot qilish ehtimolligi bor. Ammo parashyut bilan sakragan hamon hayot qilish umidi yo'q deyarlik. Uningdan boshqa aeroplanning yo'lovchilarga parashyut saplashi mumkin emas. Bundoq jabduq bo'lsa-mu, yo'lovchiga nisbatan hech qanday foydasi yo'q. Bexatarlikni haqiqiy ishga oshirish uchun aeroplanning bexatarlik iqtidorini uzluksiz o'stirib, texnik ko'p munavvar aeroplan boshliqlarini yetishtirib chiqish kerak. Texnik jihatda haqiqiy bosish hosil qilish yo'lovchilarning eng bexatar kafolati hisoblanadi.